Hammaga salom do'stlar, Rap kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun ajoyib video bilan qarshingizdaman. Do'stlar, men kirishni cho'zib o'tirmayman. Har doimgidek kichik introdan keyin sразу esa videomizni boshlayman. Do'stlar, kim ekan bu reper deyishingiz mumkin. To'g'riroq u narsani men ham aytyapman kim ekan deb. Ko'pchilik tashlabdi do'stlar bu trekni va minor reaksiya qilganligini aytishdi bu trekka. Ya'ni o'zini efirda reaksiya qilib o'tibdi minor. Ko'ramiz, tashlashdi, siz ham bir eshitib ko'ring. Zo'r trek ekan, zo'r narsa qilibdi dedi. Hozir 1 minut ovozlar to'g'rilab olaylik. Birgalikda eshitib ko'ramiz do'stlar. Ko'raylik, haqiqatdan zo'r narsamikan yoki aytishganicha, ya'ni maqtashganicha bormikan, yo'qmikan. Xullas, Alixan degan reperdan This is my love Tashkent deb nomlangan trek ekan. 3 hafta oldin chiqqan va 621 prosmotrga ega. Tayyormisiz do'stlar? Let's go. Oramizda faqatgina 3391 kilometr masofa bor ekan. Hozir nima o'ylayotganingni menga ham aytasan. Oramizda bir dunyo bor dedim. Men esa oramizda 4 tagina raqam bor dedim. 4 tagina raqam degani ham 3300 necha mingdir anaqa kilometr. Biz ketma-ket turgan 4 tagina raqamdan qo'rqamizmi? Shuncha vaqt bag'rimda ilos saqlabman, hamma yomon desa ham men uni oqlabman. This is my love Tashkent link account. Men uchun faqat shu, boshqa yo'q edi variant. Вообще lekin boshladi boshlanishini. Anaqa azartni. This is my love Tashkent link account. Men uchun faqat shu, boshqa yo'q edi variant. Sevgida masofa hech ham rol o'ynamaydi. Biz baribir birga bo'lamiz, ishonaman deydi. U isqart hali o'ziga ishonmaydi. Yana meni o'zicha ishontiraman deydi. Bilmayman unga qanday elakishib qoldim. Uni nimasi meni shunchalik aqlimni oldi. Menga ishonganda boshqa shaharda bo'lsa ham, u bo'lsa yurar ekan. Kim bilan bo'lsa ham o'zini shunaqa muloyim qilib ko'rsatardi. 1 minut orqadagi bitam dahshat bitda. Bu bitni men qachon eshitdim, Anaqada chiqdi-yo videolarda. TikTokda chiquvdi qanaqadir videoda eshitdim. Rosa ta'sirli bitda orqadagi bitam. Bo'lsa yurar ekan, kim bilan bo'lsa ham o'zini shunaqa muloyim qilib ko'rsatardi. Ozgina shubhalansam qasamlar ichardi. Har qanaqa vaziyatda ham o'zini oqlardi. Har bitta gapimga sразу gap topardi. Ko'ngling joyiga tushdim endi o'sqart. Xiyonat nimaligini san ham bir lahza his qil. Bir kun qilgan ishlaring sani ham boshingga tushsin. Bilasizlarmi do'stlar, Uzmir bilan Minorda ham shunga o'xshash treklari bo'lardi. O'shanaqa vibe bor trekda bor. Qani azart bilan aytayapti-ku qizga qarab. O'shanda balki meni holatimni tushunarsan. Sandaqa qizlardi oradan yo'g'i yaxshi. Ketsang qaytib kelma, yo'qolib ket dalshi. Seni sevganman deyishdaman or qilaman. Qaytib kelma yonimga, kelsin ham xor qilaman. Qaytib kelma oldimga, kelsin ham xor qilaman. Yo'qmi? Oradan yo'g'i yaxshi, ketsang qaytib kelma, yo'qolib ket dalshi. Seni sevganman deyishdaman or qilaman. Qaytib kelma yonimga, kelsin ham xor qilaman. Minglanat seni uchratgan kunimga, minglanat san bilan o'tgan har kunimga, minglanat sandaqa isqirtlarga, minglanat bo'lsin hammasiga. Meni rostdan sevsiz, unda tinch qo'yimish, baxtli bo'lishim xohlasiz, meni unutingmish. Hali sizga mendan ham yaxshisi uchraydimish. Nima ham deymiz endi, taqdir shunaqa emish. Har doimgi anaqalarda, ertaklarda. Avval kollej vaqtlarimda eshitardim mana shunaqa treklarni. O'ta eshitganman do'stlar bor vaqtida. Bilasizlar, hozirgi kunda ja meni tarzim emas bunaqa treklar eshitish. Nu, orada taklif qildingiz, eshitib ko'raveramiz. Bitta azart keladi-yu. Let's go. Yonima shunchalik ballarga ochmisan? Ishonch qolmadi senga, o'zi qiz balamisan? Odammisan? Qanaqa balosan? Qiz bala bo'lmay o'l, diydoring qurib ketsa. Shuncha yillik sevgini O'sha joylarini Instagramga video qilib qo'ysa yeb ketadi lekin. Chunki Instagramga videolar yasaydi, editlar yasaydi-yu. Shu joy rosa mos ekan men xayolimda, o'sha joy qandaydir
Sразу potensiali kuchli deb tuyulyapti-da o'sha joy Instagramga. Qanaqa balosan, qiz bola bo'lmay o'l, didoring qurib ketsa. Shuncha yillik sevgini qara, ketingga tiqding. Bir bor eslab tuvar, nechta qasamlar ichding. Ko'nglim sezardi o'zi, har xil bahonalardan yo'q bahona emas deb o'zini oqlardi. Eskilar aytishgandi, pismiqda bir gap bor deb, yeb to'ymay Pismiqda bir gap bor deb eskilar aytgandi, pismiqda. qalamisan, odammisan? Qanaqa balosan, qiz bola bo'lmay o'l, didoring qurib ketsa. Shuncha yillik sevgini qara, ketingga tiqding. Bir bor eslab tuvar, nechta qasamlar ichding. Ko'nglim sezardi o'zi, har xil bahonalardan yo'q bahona emas deb o'zini oqlardi. Eskilar aytishgandi, pismiqda bir gap bor deb, yeb to'ymagan yalabam to'ymas ekanda. Bir yilda o'zini ishda nomer almashtirding, yo birlaringni qatoriga mani aralashtirding. Qo'lingdan kelma Yo birlaring qatoriga mani aralashtirding. Ya anaqasi zo'r, lekin azarti bo'lsin, ichidagi nafratini bayon qilyapti. Yaxshi yozilgan so'zlar zo'r. masakan, sanga masakan. Rubol urab yurish sandaqalarga pasakan. Shuncha yillik sevgini qadriga yetmading. Yaxshiyam vaqtida yo'qolib ketganing. Taqdiram kelib seni uchratibdi-da. Onasini ko'rib keyin qizini oldibdi-da. Nima balo bo'lib sanga yo'liqdimi? Esa sanga ketgan shuncha vaqtimi? Sizdan boshqasi kerak emas degan edi bila. Bu gaplarni nechtasiga aytgan ekan jalla. Essiz uvol ketdi bu iflosga shuncha vaqt. Bunaqa isqirtlarni padariga minglana. Boshingdagi ro'moling haqqi sanga ishongandim. Ichgan qasamlaring uchun ko'ngil bergandim. O'z bo'lsa-da Bola haqiqatdan sevgan ekanda boru. Haqiqatdan sevgan ekan boru. Shunaqangi nafratlanibdi keyinchalik uncha emasdan. mehrimni sen bilan bo'lishgandim. Hammadan kutsamam, men sendan kutmagandim. Niyating ketish ekan, likillab yurish ekan. Qo'lma-qo'l bo'lib hammaga suykalib yurish ekan. Nimayam deymiz endi vaqt, oliy hakam. Qiz bola tarbiyasi onasiga bog'liq ekan. Zo'r lekin. Zeriktirmadi sammi qiladi. Zo'r. Eski damlarni esga soldi, lekin eski damlarni esga soldi. Shu aytganimdek hali vaqtlari sevib kuyib yurgan vaqtlarim dedi, shu vaqtlarni esga soldi. Yaxshi, yomon emas. Do'stlar, trek sizga yoqdimi? Sami Glavni 4 minutlik trek ekan. 4 minutlik trekni eshitib qo'yibmiz gap bilan. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Shunaqa treklar hozirgi kunda qanday, masalan, oluvchisi bormi? Ya'ni eshituvchisi bormi bu treklarni? Kommentariyaga yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Bo'ladi, yaxshi, yoqdi, yomon emas, lekin aytib o'tganimdek, meni tarzim emas hozirgi kunda bunaqa treklar eshitish. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Fikrimga qo'shilasizmi yoki o'zingiz shaxsiy fikringiz bo'lsa kommentariyaga bemalol yozib ketishingiz mumkin. Do'stimiz menimcha yangi boshlagan shekilli, 1 minut 55 ta obunachisi bor ekan kanalida. Oxirgi trekini qachon qo'ygan? Birinchi trekini. Oho, 5 yil deyapti do'stlar. 5 yil oldin. Ya'ni ancha oldin boshlagan ekan repga. Bizga endi yetib keldi deydi-yu, bizga endi yetib keldi. Xullas, omad tilab qolaman do'stlar. Yana yangi treklar chiqsa albatta birgalikda eshitib ko'ramiz. Yaxshi treklar chiqarsa albatta tashlasangiz Instagramdan birgalikda eshitib reaksiya qilamiz do'stlar. Reaksiya videomiz bu yergacha edi. Trekda eshitib ko'rdim, bo'ladi, yomon emas. O'z fikrlarimni video davomida aytib o'tdim va bu reperimizga ham omad tilab qolaman yanagi ijodlarida. Shunaqa yangi treklar bo'lsa kommentariyaga yozib keting, birgalikda eshitib ko'ramiz. Yana yangi videolarda ko'rishguncha xayr.